menimizning ifodasi. Uyni bezatish jarayonida o'zimizning qarashlarimiz, yon atrofdagilarga bo'lgan munosabatimizni aks ettiramiz aslida. Agar uyingizdagi muhitga e'tibor bilan qarasangiz, u siz haqingizda ko'p narsani aytib beradi. Devorlarning holati, devordagi o'sha abo'ylar yoki xonangizdagi buyumlarning joylashuvi va uyning holati, ya'ni tartib yoki betartiblik, sog'lig'imiz va hatto fikrlashimizga ta'sir qiladi. Atrofingizga qarang, nimalarni ko'ryapsiz? Bejirim mebellarnimi yoki eskirgan prujinalari chiqib ketgan divannimi? Ivirsigan xonadonmi? Uyingizni qanday ko'rsangiz, hayotingiz ham shunday bo'ladi. Chunki bizni o'rab turgan muhit ichki olamimizga qarab shakllanadi. Ichki olamimiz esa ana shu muhitdan oziqlanadi. Biz va uyimiz bir-biriga uzviy bog'liq zanjir. Uydagi har qanday holat hayotingizga qandaydir shaklda ta'sir qiladi. Chiqindi-yu changlar ish, muhabbat yoki sog'liq borasidagi muammolar bilan bog'liq. Va aksincha, uydagi qulaylik, hamohanglik, go'zallik hayotingizga shodlik va muvaffaqiyatni jalb etadi. Chiqindilar uyda ham, hayotda ham bor. Uydagi chiqindilar nima? Bu keraksiz va eskirgan buyumlar, vaqt topib artilmagan changlar va qorong'u burchaklarda o'ralib yotgan o'rgimchak ini. Ularni ko'rishni xohlamaymiz. Qaramaslikka harakat qilamiz. To'g'rimi? Hayotdagi chiqindilar nima? Biz ko'pincha xafagarchilik, qo'rquv, singan ishonch va buzilgan munosabatlar qurshovida qolamiz. Qorong'u burchaklar hayotimizda ham bor. Bular biz ko'z yumayotgan, ko'rishni va hal qilishni istamayotgan muammolardir. Muhitni o'zgartirish hayotimizni o'zgartira oladimi degan savol ham berish mumkin. Bu savolga aniq javob berish ham aslida juda qiyin, lekin aniq aytish mumkinki, agar uyingizga mehr bersangiz, atrofingizni chiroyli buyumlar va pokizalik bilan qurshab olsangiz, hayotdagi muammolarni